Biz hozir logaritm formulasini qo'llashni o'rganamiz. Ya'ni logaritm a + x ko'paytirilgan y teng yig'indiga keladi. Ya'ni ko'paytmadan yig'indiga o'tish formulasi isbotini ko'rib o'tamiz. Isboti quyidagicha bo'ladi. Biz bu yerda belgilashga solamiz. Logaritm a + x teng qanaqadir n. Logaritm a + y ni qanaqadir n deb belgilash olamiz. Endi logaritm ta'rifi degan tushuncha bor. Ta'rif bo'ladigan bo'lsa, biz a darajasi n bo'ladi. Y teng a darajasi n. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsa, nima holatda? Ikkalasini ko'paytirsam, x ko'paytirilgan y, ya'ni chap tomon o'ng tomon. A darajasi m, a darajasi n. Endi bir xil asosli noma'lumlarni ko'paytirishimiz uchun asosiy o'zgarishlar yoziladi, darajalar qo'shiladi. Xo'p, endi davom etamiz. X to'g'riga nima qo'yganimiz? Xo'sh, a darajasi m, y a darajasi n, ya'ni ikkalasi qo'shiladigan bo'lsa, a darajasi m + n hosil bo'ladi. Xo'sh, endi bularni qanday ko'rishni yozib olamiz? Bularni yozishimiz uchun a darajasi m + n ni xo'sh, ikkita tomondan logaritmni ko'ramiz. Ya'ni ikkita tomondan logaritmini ko'ramiz. Logaritm qanaqadir a + x ko'paytirilgan y teng logaritm a + a darajasi m + n bo'ladi. Ya'ni ikkita tomonda logaritmdan ishlaydi. Bunda nima bo'ladi? Logaritm a + x ga o'zi yozadi teng m + n daraja oldiga tushadi. Daraja oldiga tushsa qanday holat yuz beradi? M + n ko'paytirilgan logaritm a + a. Mana ifoda birga teng. Natijada m + n hosil bo'ladi. O'z-o'zidan logaritm a + x ko'paytirilgan y teng hop m organik logaritm a + x n o'rniga logaritm a + y formulasi hisoblanadi.